Bismillah. Bu masjidimiz Masjid Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nomlariga qurilgan. Bu masjidda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayit namozini o'qigani keladi. Ahamiyat beryapmizmi? Hayit namozlarini o'qiganlar kelyapti bu joylarda. Nega hayit namozlarini o'qigan? Nega Nabaviyda o'qimagan? Bu joylar kenglik bo'lgan. Ochiq katta maydon bo'lgan. Shu uchun bu joylarda o'qigan. Ya'ni jamoat ko'pligidan, odamlarga mashaqqat bo'lmasligidan bu joylarga chiqib o'qigan. Joylarda Umar ibn Abdulaziz zamonasida nima qilingan? Masjidlar bino qilingan. Sulton Abdulhamid Xon hazratlari tomonidan nima qilingan? Bu bino qilingan. Buni qilinishiga 300 yil garantiya bergan ekan. 300 yil turadigan, men 100 yildan oshdi. Lekin hali bu ancha turadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kim edi? Rasululloh sahobasi. G'ordagi sherigi, birinchi musulmon kishi bo'lgan. Va Rasululloh biror bir kishini agar biror bir kishi do'st tutganda nima deydi? Kimni do'st tutardim? Abu Bakrni do'st tutardim deydi.